Sizden yaşamak. Assalomu alaykum azizlar. Hammaga xayrli oqshom. Bugun Shobod ajoyib prinsonimiz bo'lmish ko'rsatamiz. Barcha farzandlari, kelinlari, nabiralar nomidan tabriklar. Dunyodagi eng baxt ota qilamiz degan umiddamiz albatta Aytganingiz bor. Kechirimlar so'rayman qadram. Sada sizni yaxshi ko'raman. ajoyib bir-biridan kelishgan ajoylarimiz, otajonlarimiz mana bugun qo'raygan viloyati Shobod tumani Qo'yrachilik Soliqon majmuasi prezident jamoasi vakillari mana shu prezidentlarga xudo birinchida aylashining nasl sababchisi bo'lmish. Bugungi kechimizning quroli bo'lgan Shuhratbek otamiz bitta Yildiroz Qasrgilar bilan davramiz markaziga bir necha soniyalarga taklif qilamiz. Marhamat otajonlar. Svetlimasam hamki, shundoq çok demasan hamki, yana sizni yaxshi ko'raman. Joningiz bunchalar keng, jon bo'laman, jonim bo'laman. So'zlaringiz bor ekan, yana sizni yaxshi ko'raman. Avvalambor assalomu alaykum otajon. Shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin otajon. Sizga Allohimdan bitmas degan mazmunli hayotni tilaymiz va ikki dunyoning saodatini, ikki dunyoning jannatini tilab qolamiz otajonim. Dunyo turguncha mana shu farzandlaringizni boshida duogo'yi soyaboni bo'lib turishingizni tilaymiz. Mana shunday yaqinlaringizni, farzandlaringizni doimo baxtiga, sog' va salomat bo'lib, yana bir ming yillar shukrona kuningizni mana shunday yaqinlaringiz bilan bardam va quvvat nishonlab yurishingizni Allohimdan tilab qolamiz otajon. Bugungi kunda sizga dunyodagi jamiki ajoyib tilaklarimiz, ajoyib izhorlarimizni tilab qolamiz. Baxtingiz bardavom bo'lsin, quvonchli kunlaringiz bundan-da ko'p bo'lsin deymiz va sizni kechiktirmaymiz. Bugun sizga bitta savolimiz bor. Mana shu surprizni, mana shu unutilmas kuningizni kim tarixga muhrlash uchun kim tashkil qildi? Mana shu sovg'alarimizni kim tashkil qildi bilasizmi otajonim? Kim adımını taksiyakları? Kim nomidan keldi otajon? O'zim ayta qolaman. Otajon, bugun sizni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Sizni dunyolarga alishmaydigan, bizning uyimizni foizi barakasi, bizning yordamchimiz, bizning duogo'yimiz, bizning borlig'imiz, bizning oq yuvib, oq taraf har bir farzandga kerakli bo'lgan narsalarni a'lo darajada yetkazib bergan otajonimiz, onajonimiz. Umrlari uzoq bo'lsin, vaqtimizga doimo sog' va salomat bo'lib, bizning boshimizda duogo'yimiz, soyabonimiz bo'lib tursin degan. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan, lekin sizga yaxshi ko'rishini ayta olmagan, qalbida juda ham sizga mehri cheksiz bo'lgan barcha farzandlaringiz, nabiralaringizni nomidan keldik. Bitta Yildiroz Qasrgilar bilan ajoyib surpriz sovg'alarimizni qabul qilib olishingizni so'raymiz. Marhamat.
Siz men uchun eng yaxshi Onajonim sizni yana davramiz markaziga bir necha xonaga taklif qilamiz. Shu onajonimiz bilan bir ajoyib farzandlaringizni rizqorlarni qabul qilib olishingizni so'raymiz. Bizlarni mehribonimiz, bizlarni duogo'yimiz bo'lgan onajonimiz, onajonimiz. Sizdek ajoyib insonning farzandi qilib yaratganiga ming bora shukr. Onajonim, otajonim, yoshlik qilib dilingizni og'ritib qo'ygan bo'lsak, bilib bilmasdan qalbingizga ozor yetkazgan bo'lsak, barchasi uchun sizlardan uzr so'raymiz. Ilohim 100 yoshlaringizga kirganda ham bizlarga bosh bo'lib, duogo'yimiz bo'lib, boshimizda soyabonimiz bo'lib turishingizni tilab qolamiz. Allohim sizni o'z uyiga Ka'batullohga chaqirsin. Bizlarni esa sizlarni Makka-i Madina ziyoratgohiga olib borishlik baxt nasib etsin. Inshaalloh bizani baxtimizga doimo uyimizni boshi, fayzi barakasi bo'lib turishingizni tilab qolamiz degan sizni juda ham yaxshi ko'radigan farzandlaringizni rizqorlarni o'qib eshittirdim. Endi marhamat qilib otajonim bir ajoyib to'rqator she'rimizni bir daqiqa jimlik saqlagan holda ajoyib she'rimizni eshitib olishingizni so'raymiz. Farzandlaringizdan bilmagan qaddi sira sinmagan otam farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam, loydan qo'li chiqmagan gohi bo'zlab sira aytilmas ohi, so'zlarida xudo guvohi. Mehnat qilib tinmagan otam, bolam chaqam qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim so'rab duolar qilgan. Mehnat qilib tinmagan otam, ayb ish qilib qilsam gar xato, nuqsonlarim bo'lmas muammo, yarim tunda uxlamay hatto. Mehnat qilib tinmagan otam, yuzi nurli ajinlar serob, har ajinga asli men sabab, biror marta yo'qlar. Mehnat qilib tinmagan ota. Otajon, onajon, shu farzandlaringiz uchun ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har doim xonadoningiz to'g'ri onajonimiz bilan otajonimiz bilan tursin. Inshaalloh yaxshi kunlaringiz bundan-da ko'p, bundan-da bardavom bo'lsa, mana shu nabira, nevara, chevaralaringiz rohatini ko'rib, mana to'ylaridan o'zlaringiz duogo'yi soyaboni bo'lib turishingizni Allohimdan tilab qolamiz. Umringiz uzoq, baxtingiz bardavom bo'lsin deya marhamat qilib endi yaqinlaridan xudandalarimiz, akajonlarimiz, opajonlarimiz, onaxonlarimiz, do'stlari, yaqinlari, farzandlari barchalaringizdan ajoyib isborlarimizni eshitib qolamiz. Shu yo'ldoshi bilan Marhamat otajonlarimizdan bir ajoyib tilaklarimizni eshitamiz. Assalomu alaykum.
Ocaklarımızın altı, çoğu, yolu, yadlık görüşmesi verdi. Çünkü yaşlarına girmekleri hemen dünya olacak, hemen girmekleri verdi. Rahmat ajoyib tilaklar uchun. Marhamat, yana kimda kimi bir ajoyib tilaklari bo'lsa, sinfdosh do'stlari bor ekan shu yerda. Bir yurangizdagi ajoyib tilaklaringizni bildirasizlar. Marhamat, Ozod akamizdan. Hali akşam kalan değerli koylarımızın aşiret bir soruluk kılıp yamaklarımızda. Yine alıp bir zamanlarına 60 yaşa giripsen Cüzüretinden yaşayan bağlarını, akıllarını, rahatını gösterdi versin. Bu da kala sana istemsel yaş versin. Şimdi böyle yaş günlerini emmeye nezil tutsun. Hem beni şimdi yaş günleri yedire versin. Şükret sana tutma. Arkaya başlayalım. Şu 60 yaş çevrelerimizden şükrete, cümlete, kardeşlerine, düşük olduğuna cemiyeti cemaate Allah'ın istersen yaş versin. Şuradaki yaşlarını şimdi dostlarla, yakın insanlarla özleştirmekte hemen şimdi yaşlılığı versin. Sağlık, selametlik var. Küçük kardeşlerin rahatını görüp oturup yaşlılıkta hemen şimdi yaşlılığı var. Rahmat ajoyib tilaklaringiz, ajoyib tilaklaringiz uchun. Dunyoga emas, diydoga quchdik. Bormi, axir bundan ziyoda g'amni emas, shodlikni quchdik. Diydor shirin, diydor qilgan azizlar, mana shunday do'stligingiz abadiy bo'lsin. Har doim mana shunday yaxshi kunlaringizni birgalikda inshaalloh o'tkazish nasib qilsin. Marhamat otajon. Rashid bekatamizdan bir ajoyib tilaklaringiz. Bahodir atamizdan. Tebriklimiz, yine tebriklimiz. Şükret için tebriklimiz. Şimdi hem de için bir yenileneniz tebriklimiz, şükretimiz. Allah böyle yaşasın, uzak olsun. Rahmet dostlarım Emetcan, Azad, Bahadır, Dayım, Bahtiyar, Receban, Mahsud. Sağ olsunlar, selamet olsunlar, tabii ki kabul kılamız. Şu an dilekler koyup açısı. Yurtumuz uçmayan, millet yaşasın. Şu toyları vermeklik hem işe hem mal hem neye nasip olsun. Rahmat otajonimizga ajoyib tilaklar uchun. Shu yerda bir kichkina qizlarimizni size bir ajoyib rizqorlari, she'rlari bor ekan, shuni ham bir eshitib olasiz nabiralaringizdan. Başımızda çok bulayım, yanımızda var bulayım. Mehribon babacanım, canacan canım. Dual kılayım her daim, bizge ak yol tilayım. Mehribanım babacan, canacanım kucan. Ey katta qiz bo'lsin, shu qizlarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim inshaalloh shu nabiralaringizdan to'ylarida bosh qosh bo'lib turish nasib qilsin. Barcha niyatlaringiz, orzu umidlaringiz Allohning dargohida ijobat bo'lsin. Shu o'g'il qizlarimiz elimizga, yurtimizga kerakli bir naf tegadigan iymonli, inson
sabırlı, e'tiqodli, diyonatli, eng muhimi bir o'qimishli qaysi bir kasbni egasi bo'lsa ham, bir kasbni egasi bo'lib, yurtimizda bir kerakli aktiv bo'lgan insonlar bo'lib yetishishini tilakdoshmiz. Marhamat, shu yerda yana bir akajonimizdan, onajonlarimizdan bir ajoyib tilaklarimizni eshitamiz. Hepke. İng ulumuz. Hemimize akıl ürgede doğan. Hemimize doğru yürüyüşün ürgede doğan. Siz bugünden kim ne söylesem duyar. Aytın. Yaxshi, rahmet siz berganingiz uchun. Shuhratjon, seni tabriklayman. 60 yoshing muborak bo'lsin. Va 70, 80, 90, 100 yoshlarni izlashganingdan shunga kelib do'stlaring bilan tabriklash nasib ro'za edaga. Xudoyim ortiq cho'lib, yo'lib, yoshlarni ko'rganda shunday o'ylab ko'rgaysanki. Qo'shaqar zumrat bilan shularni ortidan taxtini suyanish sizlarga nasib etsin. Kichkina bo'ladi. Dunyodagi ne yaxshi orzu istaklarni tushungan Zumrat bilan shakaridaysan. Shu 60 yoshing muborak bo'lsin. Shunday yoshlar ko'pini ko'rgaysan Xudoyim. Ortiqlarini, to'ylarini ko'rib, cho'llarni ko'rib, ular umr yashab, baxtli bo'lib, shunday ajoyib inson bo'lasan. Ishlaring o'rnidan kelaversin, kasbingdan barakat topasan. Ey muhsin. Yaxshi dilaklarni bildirdilar. Ilohim shu dilaklar hammasi ro'yobga chiqadi. Hamisha vaqtimizda sabr o'rgaysin. Vaqtni yo'llarni biyim bilan birga so'yib o'tirib shularni nasib etdi. Hamisha shunday yaxshi bo'ladi. Tebriklemeyi yenenler var. İlahi karanlık 60 yaş, 70 yaş, 80 yaş, 100 yaş nüvelelerinizden sizin işindedir. Şöyle bekledim, şu oturuşma, kendisi bu milliyetiz tebrikle oturmak hemen nasip et. Rahmet. Assalomu alaykum dillari kalomga, qalblari imonga to'la insonlar. Mana bugungi tantanamiz qatnashchisi eng katta og'amiz Shopam shunday tantanali 60 yoshni nishonlar ekanmiz. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelgusida biyim bilan ortiqlarni rohatini ko'rish hamma vaqt nasib etsin. Umr o'tib boradi, misol karom. Ertaning ketidan kelib qolarsa, faqat g'aflat ichida yotmagan yurak aslo qaytib kelmas. Bu o'tmish ayyom. Azizlar, hamma vaqt hammani uyida sog'lik, salomatchilik bo'lsin. Shohona yana uzoq umr tilayman. Orqalarim uzoq umr tilayman. Kimlara hammasi sog' salomat bo'lsin. Bolalarni bosh bo'lsin. Galinlar hamma vaqt, o'g'il qizlar hamma vaqt xizmatida bo'lsin. Umra har safarlarga borish nasib etsin hammamizga. Ikki dunyo saodatini bersin. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi shu yerda shu akajonimizni marhamat qo'shnilardan ham bir ajoyib tilaklarimizni eshitamiz aka.
Şükret ağa. Ne kadar para verin? Köp yaşa verin. Komşular namına. Öz üyümü, bağlarımın namına size tebrik ederim. Köp yaşa verin. Uzak ömür dilerim. Sağ olun hem var. Hayır, azınmay. Rahmat qo'shnilar, ajoyib tilaklar uchun. Endi shu otajonimizni juft haloldan taklif qilamiz. Bir ajoyib niyatlaringizni bildirib qo'yasiz. Farzandlaringiz Hemen şimdi günlere neler yapacağız? rahmat birgalikda qo'shilib shu farzandlaringizni har doim yaxshi kunlarini, to'ylarini, baxtini, kamolini ko'rib yurishga nasib qilsin. Allohning bergan umrini shunday mazmunli va chiroyli o'tkazingki, har bir insonimiz, har bir dunyodagi insonlar sizlarni baxtingizga havas qilsin. Dunyodagi ajoyib tilaklarimiz barchasi sizlar uchun. Tabarruk 60 yoshingizni qarshilabsiz otajonim. Yana bir 2 barobar 60 yoshlarni tilab qolamiz sizdan. Dunyodagi ezgu ajoyib tilaklarimiz siz uchun. Izingizdan yashnab kelaman. Mag'rur qadam tashlab yuraman dunyoda eng tabarruk inson. Neden sizni yaxshi ko'raman deya sizni juda ham yaxshi ko'radigan ajoyib baxtingizdan bir ajoyib tilaklarimiz eshitamiz. Marhamat. Akajonim tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Ko'p 100 yoshlarga kirgan. Bizlar baxtimizda hamisha sog' bo'lsin. Yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Tabriklayman. İnşallah yaxshi kunlaringiz bundan-da ko'p bo'lsin deymiz. Oilaviy tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik boqiy umr sizlarni hech qachon tark etmasin. Otam qalbim g'ururi, onam jonim sururi, ikkingizni boringiz hayotimning nuri. Sizlar bor bu jahonda nafas olganimda baxt, sizlarga farzand qilgan yaratgan Alloh. Ming bora rahmat deya siz endi ajoyib o'g'lingizdan bir ajoyib tilaklarimizni ishlab qo'yishadi. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshilar. Yashalar. 120 yoshligimda yana shu yoshlarga ko'raversa, osmondan qaraganga ortiq cho'plarni borini vaqtidan sog'ib, qo'shqalar bilan qo'sha qilib, agar uzoq umr tilayman, yana 60 yosh, 120 yosh tilayman. Ko'p yaxshilar qilib, oilamizni vaqtidan sog'-salomat yurgaysiz. Vaqtlarni sevib, to'ylardan boshqa bo'lib o'tirib, hammangiz xushkor bo'lasiz. Tabriklayman. Toylarında baş bulduğu yerlerle programda görüşmek üzere. Allah size uzak bir baksınlar. Sağ ve durgeçlerden baktığınızda baktığınızda 100 yaşlara durgeçsiz. Aynı 100 yaşlara değil. Toylarımızdan hizmete böyle. Tabii ki bakmak hem nasip etsin. Tabii ki biz yaratılır. Derdinge ko'rgan tashvishlardan dünya aytolmadim shu so'zlarga. Hurmatli söyle kardeşler,
olmamış. Ha. Yine bir gün ama şunu yaksın yine tebrik edersiniz. Hemen rahmet. Yine ortadan paça geldir. Ortadan day geldir. Dayı paça. Hem